Prezident davlatning eng yuqori rahbari, lekin tarix shuni ko'rsatadiki, hatto eng qudratli prezident ham taqdir zarbasidan qochib qutula olmagan. Kimdir o'z xalqining nafrati sabab qatl qilingan, kimdir siyosiy raqiblarining o'qi ostida qolgan. Boshqasi esa xalq qo'zg'oloni qurboniga aylangan. Men bugun tarixdagi eng mashhur 10 nafar qatl qilingan yoki suiqasd qurboni bo'lgan prezidentlar haqida ma'lumot beraman. Nikolay o'z davrida xalqni temir qo'l bilan boshqargan. Oziq-ovqat, yoqilg'i va eng oddiy mahsulotlar tanqisligi odamlarni charchatgan. U esa xalq boyligini o'z saroylari va dabdabali hayoti uchun sarflagan edi. 1989-yilda Ruminiya bo'ylab qo'zg'olon ko'tarildi. Nikolay va rafiqasi qochishga urindi, ammo qo'lga tushdi. Bir necha soatlik suddan so'ng ular xalq dushmani deb topildi va 1989-yil 25-dekabr kuni otib tashlandi. Asosiy sababi diktatorlik siyosati, iqtisodiy tanazzul va xalqni ochlikka mahkum qilgani. Saddam Husayn. Uning davrida minglab siyosiy muxoliflar qatl qilindi. U hatto o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol ishlatgan. Bu minglab begunoh odamlarning o'limiga sabab bo'ldi. 2003-yilda AQSh qo'shinlari uni qo'lga oldi. 3 yil davom etgan sud jarayonidan so'ng u insoniyatga qarshi jinoyatlarda aybdor deb topildi va osib o'ldirildi. O'ldirishning asosiy sababi qonli diktatura, insoniyatga qarshi jinoyatlar, urushlar va kimyoviy qurol ishlatgani. Qaddafi 40 yil davomida hokimiyat tepasida bo'ldi. U o'zini xalq rahbari deb atardi. Lekin xalq erkinsiz yashar, boylik esa faqat Qaddafi oilasi qo'lida edi. 2011-yilda Arab bahori davrida xalq qo'zg'oloni boshlandi. NATO ham aralashdi. Qaddafi qochishga urindi, ammo qo'zg'olonchilar uni qo'lga oldi. U shafqatsizlarcha kaltaklandi va otib o'ldirildi. O'ldirilishining asosiy sababi avtoritar boshqaruv, xalq boyligini o'zlashtirish va erkinlikni bostirgani. Kabila Kongo Demokratik Respublikada hokimiyatga kelgandan keyin xalq uni adolatli bo'lishiga umid qilar edi. Lekin tez orada korrupsiya, urush va beqarorlik avj oldi. Hatto unga eng yaqin odamlar ham undan yuz o'gira boshladi. Nihoyat 2001-yilda o'z qo'riqchisi uni otib tashladi. O'ldirilishining asosiy sababi korrupsiya, urushlar va xalqning chuqur noroziligi. Vieira bir necha bor prezidentlikka qaytgan. Lekin u xalqning ishonchini yo'qotgan edi. Mamlakatda urush, qashshoqlik va beqarorlik hukm surar edi. 2009-yilda harbiylar uni uyiga bostirib kirib, prezidentni shafqatsizlarcha o'ldirishdi. O'ldirishning asosiy sababi uzoq yillik hokimiyat, xalqni sotganlikda ayblanishi va harbiylarning nafrati. Park Chung-hee Koreya iqtisodiyotini mo'jiza darajasiga ko'tardi. Lekin bu muvaffaqiyat diktatura asosida amalga oshgan edi. U muxolifatni yo'q qildi, matbuotni bo'g'di, xalqni erkinsizlik yashashga majbur qildi. Oxir-oqibat hatto o'z xavfsizlik xizmati rahbari ham sabr qilmay uni otib tashladi. O'ldirishning asosiy sababi diktatorlik uslubi, erkinlikni bostirgani va xalq noroziligini e'tiborsiz qoldirgani. Sadatning eng katta siyosiy qarori Isroil bilan tinchlik shartnomasini imzolash bo'ldi. Bu butun dunyoda ijobiy qabul qilindi, lekin arab dunyosida ko'plab radikallar uni xoin deb hisoblashdi. 1981-yilda Qohirada harbiy parad vaqtida Sadat ochiq sahnada jangarilar tomonidan otib o'ldirildi. O'ldirishning asosiy sababi Isroil bilan tinchlik o'rnatgani uchun radikal guruhlarning nafrati. Lincoln Amerikani fuqarolar urushi davrida boshqargan va qullikni bekor qilgan. Shimoliy shtatlar uni qahramon deb bilishardi. Janub esa unga qattiq dushman edi. 1865-yilda teatrda spektakl ko'rayotganida janublik aktyor uni otib tashladi. O'ldirishning asosiy sababi qullikni bekor qilgani va janub ustidan g'alaba qozongani uchun qasos sifatida. Kennedy o'z davrida xalq orasida juda mashhur bo'lgan, ammo uning siyosati hamma uchun ma'qul emas edi. Sovuq urush davrida qattiq qarorlar qabul qilgan. Ichki siyosatda ham raqiblari ko'p edi. 1963-yilda Texas shtatida kortejda ketayotganda otib tashlandi.
hali ham aslida kim buyurdi degan savol ochiq qolmoqda. O'ldirishning asosiy sababi siyosiy qarorlari va katta mashhurligi sabab bo'lgan. Allende Lotin Amerikasi tarixida ilk saylov orqali hokimiyatga kelgan sotsialist prezident edi. U xalq uchun ko'plab islohotlarni amalga oshirmoqchi bo'ldi. Lekin iqtisodiy inqiroz va AQShning bosimi uning hukumatini zaiflashtirdi. 1973-yilda Augusto boshchiligida harbiy to'ntarish sodir bo'ldi. Saroyga hujum qilinganda Allende halok bo'ldi. Rasmiy versiyaga ko'ra u o'z joniga qasd qilgan. Lekin ko'pchilik uni o'ldirilgan deb hisoblaydi. O'ldirilishining asosiy sababi sotsialistik siyosat, iqtisodiy tanazzul va tashqi bosim. Tarix shuni ko'rsatadiki, kuch va hokimiyat abadiy emas. Nikolay, Saddam, Qaddafi o'z xalqini zulmiga sabab bo'lgani uchun qatl qilindi. Sadat, Kennedy, Lincoln o'z qarorlari uchun suiqasd qurboni bo'ldi. Allende esa to'ntarish qurboni bo'ldi. Sizningcha bu prezidentlardan qay birining taqdiri eng ibratli?